Pensiyaga 412 ming so'm, ya'ni ijtimoiy soliq ta'sir qiladimi do'stlar? Savol kelgan. 412 ming so'm o'z vaqtida tashlamasa pensiyaga, stajga ta'siri bormi degan mazmunda. Do'stlar, shunday savollar sizga qiziq bo'lsa, izohlarda o'z savollaringizni qoldiring. Bu savolga javobni hozir beraman sizga. Videoni oxirigacha ko'rsangiz va o'z fikringizni ham qoldirsangiz bo'ladi do'stlar. Va undan tashqari menga obuna bo'lib qo'ying, sababi har kuni biz savollarga javob beryapmiz. Orasida sizga kerakli bo'lgan kontent chiqib qolishi mumkin. Do'stlar, har oyda biz 412 ming so'm to'laymiz YTT sifatida, bilasiz, va bu albatta sizni ertaga pensiyangizga ta'sir ko'rsatadi. Sababi to'lamagandan yaxshiroq-ku, to'g'rimi? Har oyda to'layapsiz yana. Stajga kiradi bu narsa va o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, yiliga 412 ming so'm, ya'ni bir minimal to'laysiz va u ham stajga kiradi. Soliq kodeksida belgilangan bu narsa. Masalan, siz chet elda ishlayapsiz va chet elda ishlab yiliga bir minimal to'lab qo'yasiz, u ham stajga kiradi do'stlar. Atigi bir minimal hozirgi kunda 412 ming so'mni tashkil qiladi. Shuning uchun do'stlar, buni chet elda ishlayotgan yaqinlarimizga, tadbirkorlarga tashlab qo'yamiz. Demak, pensiyaga ertaga ta'siri bo'lar ekan, vaqtida bu pulni to'lab yuramiz do'stlar. Rahmat hammaga, menga obuna bo'lish esdan chiqmasin.